Assalomu alaykum. Ko'pchilikni ko'magi bilan shu Moskva kolxozidagi pamyatnik xalq tilida aytganda o'zlarimiz tilda xotira maydonimiz rekonstruksiyadan chiqarildi. Mana ko'rib turibsizlar. Chiroylatib, erchilar kelib ko'p yillar bo'lgan edi, qurilish tamom bo'lgandan, qurilib bo'lgandan rekonstruksiya bo'lmaydi, yomon ahvolda edi. Hozir mana burchakkalar qo'yilgan, tasallan, skameykalar. Shu xotira kunlarida, shu Ikkinchi jahon urushida qatnashgan ota-bobolarimizni eslab bir qadrlab kelish uchun yaxshi joy. Endi bu ko'p xalqlar qatnashgan, ko'pchilik bizning o'zbeklardan ham ko'pchilik odam qatnashgan, ko'pchilik shunda halok bo'lgan. Shuning uchun ham biz bugunni qadrlaymiz. 9-may xotira va qadrlash kuni. Ruslarda День Победы, bizda xatirlash kuni. Shuning uchun shuni rekonstruksiyadan chiqarilib yaxshi bo'ldi. Open byudjetda yutib chiqib, ayniqsa shu Milliy bankni xodimlariga katta rahmat, rahbarina ko'p yordamlari deydi. Shu yerda ko'rib turibsizlar. Ya'ni Shovotdan qatnashganlarning adı familiyalari şöyle muhrlangan. Endi xudo xolasa yod etish uchun yaxshi joy. Keyingi kelajak avlod eslab turishi uchun, shuning katta urushda o'zbek xalqi ham qatnashganini yoddan chiqarmaslik uchun yaxshi ish bo'ldi. Yosh avlodni kelib, bolalarni kelib, shuni o'zlariga eslatib ketish uchun, bir aylantirib ketish uchun yaxshi joy. Bir zaman o'tirib, skameykada dam olib, toza havoda gaplashib o'tirsangizlar ham bo'ladi.